Mashina oldim bolalar. Kutinga ishtoning yo'q, nimanga olding? Kreditga oldim. Bu yangi ishmoqsanmi? Bo'lib to'lashga oldim. Hozir kelaman kutib turinglar. Xona oldim. Tining yo'q-ku, taksiga men to'lab keldim. Nimanga olding buni? Kreditga hal qildim. Kreditsiz nima ish qilyapsan o'zi? Ovqatlanyapman. Vallahi 200 ming bo'pti, 50 mingdan tashlaylar. Yo, o'zim to'layveraman hammaga. Aka bo'lib to'lashga bormi? Qisib o'tir, o'zimiz beramiz, yig'ib tashlaymiz. Bordir bu. O'chir. Valla o'g'limga sunnat to'y qilyapman. Mana taklifim. Sen tangang yo'qda nimaga to'y qilyapsan? Kreditga to'y qilyapman. Kreditga kesdingmi? Ha? Ha, yo'q, mayli boramiz-a? Boramiz. 40 yildan keyin. Yig'lama bolam bandalik. Boboyna nima meros qopti? 200 million. Voh, zo'r-ku. Qayoqda 200 million kredit to'lashim kerak? Ye bila. Umr yetmabdi-da.